Xo'p, bundan oldin muzikantlarimizga qarshi chop qo'yinglar. Qudratli ukamiz, o'zimiz ukamiz Haqlobod yigiti Shuhratjon akamiz Yanqishlardan keladi. Iqboljon akam administrator. To'y bo'lsa mana shu bolaga aytaverasizlar, Iqboljon akam topib sostav jonli ijroda boramiz. Ha, xudo xolasa, kelasizmi? Buyog'i Muhammadjon akamiz Andijon shahridan keladi, piyoz piyada. Ziyovuddin ukamiz Inglizdan. Jasurbek akam o'zimizning mahallada, mana shu Haqlobod yigiti. Bir qarsak chop qo'yasizlar muzikantlarimizga, yaqindan yordam beradi. Har doim bizning qanotimiz onaxonimiz uchun, onaxon, sizga bitta qo'shiq aytaman. Ayalarimiz shu sal kengroq bo'lib, hammamiz bitta o'ynaylik, videoga olib qo'yamiz, ha? Sizlar borida. Sal kengroq bo'lib, ha? Qo'lni ko'tarib tursalaring bu. Managa uchradi dilbar kelib maston oning yodini aylarman bo'lib hayron bo'lib hayron nogoh ko'rinib ko'chada sarlik ramon boshqatda yigitdi. Nogoh ko'rinib ko'chada sarlik ramon boshqatda yigitdi. Ko'chada ibo qilib juftasilar zon bir vaqtda yigitdi. Hay hay javob bir shila qilib o'tdimi o'ziga hayron ish yoqdi yigitdi. Bir shila qilib o'tdimi o'ziga hayron ish yoqdi yigitdi. Bir vaqtda yigitdi, uch vaqtda yigitdi. Hay hayri javohir zor etdi yigitdi. Bir vaqtda